Omoq arkadaşlar, bugünkü hikayemiz öz aqling bilan tafakkur qil. Qadimki zamonda bir kavchi bilan bir qaboqchi o'tgan ekan. Kavchi kava teriydi ekan. Tushgan kavani setib, kunlari baxtli o'tkazadi ekan. Qaboqchi qapoq teriydi ekan. Soyiga xushtar ekan. Shunga qapiqqa pelak sunish bilanla parvishni to'xtatdi ekan. Bir kuni qapoqchi kavchining hovlisidagi barangda sanglab turgan yo'g'on kavlarni ko'rib, siz kava termay beshingizga balo teribsiz. Agar siz kava barangi ostida uxlab qolsangiz, kavalar uzilib tushib qallingizni yenjib o'ltirib qo'ymamdi, debdi. Kavchi bo'lsa, qapoqchining gapini anglab, sal arsaldi bo'lib qopdi-da, undaqda qanday qilsam bo'lar, debdi. Shuning bilan qapoqchi buning chorasi oson debla barangdan bir tal bodirini sug'urib ilib, kavalarning birini qo'ymay urib yenjib o'tibdi. Natijada kavchining 1 yillik ajri bekor bo'lib, zo'r ziyon tortibdi. Shuning bilan kavchining beshiga qishni qanday o'tkazishni g'ami tushibdi. Buningga parvoyi palaq qapoqchi kavchiga: "Og'ayna, mening qapoq barangimni ko'rib boq, men senga o'xshash balo terig'inim yo'q", debdi. Shuning bilan kavchi uning hovlisidagi qapoq barangini ko'rishga beribdi va "Birodar, barangda bir tolma qapoq yo'q-ku", debdi. Qapoqchi terikib: "Men senga o'xshash ahmoq emas. Qapoq tushib, barang ostida uxlab qolganda beshimni yerib, o'ltirib qo'ymasin deb pilak o'ynaganda parvish qilishni to'xtatganman. Sen kavalaringga ana shunday qilishing kerak", debdi. Shu asnoda eshik oldidan o'tib ketayotgan bir tanishmanning bu gapni anglab qavat ochiq gapdi-da, hovliga kiribla qapoqchidan qapoq so'rabdi. Qapoqchi turibla qopdi. Kavchidan kava so'rgan ekan, kavchi "Qapoqchi urib yenjibdi", debdi. Tanishmanning kavchiga xayr-xohlik qilg'usi kepdi-da, uningga qapoqchining eg'ilidagi 2 qo'yni yetilib qo'yibdi va qapoqchiga "Amdi to'g'rilashdi", deb ketib qopdi. Hikmat: boshqalarning aytganlarining to'g'ri xatoligiga hukm qilmay turib ish tutsang, amgakang qadarsiz bo'ladi. Uning qadrini qildig'ini aldi